Tug'ruq ta'tilidagi ayollarimiz bundan mustasno. Tug'ruq ta'tilida o'tirib, bolaga qarab, bola tarbiyasiga, bola parvarishiga, bolani ehtiyojlarini qondirishga o'tirgan ayollarimiz bizning kompaniyamizda judayam ko'p. Unaqa ayollarimiz o'zlarini shaxsiy biznes rejalarini qilib, yuqori cho'qqilarga, yuqori daromadlarga chiqib, mazza qilib uyda 1 soat, 2 soat vaqtini ajratgan holatda, ma'lumot tarqatgan holatda o'zlarini onlayn daromadlarini yaratib kelyapti. Marhamat, siz ham tug'ruq ta'tilidamisiz, bola parvarish, bola tarbiyasidamisiz? Mening Telegram kanalimga o'ting, men sizga u yerda to'liqroq ma'lumot beraman. Tug'ruq ta'tilidagi ayollarning orzusi bo'lsa kerak, onlayn daromad. Chunki bizning kompaniyamiz 100% sertifikatlangan, ishonchli, judayam qulay kompaniya. O'ting, men sizga to'liq ma'lumot beraman.